Bu yerda nima qilyapmiz o'zi? Yodimda bobom kelajak barcha istaklarni ro'yobga chiqaradi deb ko'p aytardi. Yugir. Yoki u dunyoni o'zgartiradi va istagingga erishasan. Yoki seni o'zgartiradi va istagingdan voz kechasan. Nima bo'lganda ham hammasini kelajak ko'rsatadi. Nima bo'ldi, boss? Kela qol. Balki qaytib ketarsan. Ha. Shunaqa. Asilmedia.net taqdim etadi. Bu yana nima